Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Do'stlar, bugun sizlar bilan yangi chiqqan sayt haqida gaplashib o'tamiz. Ya'ni Pik saytlarga o'xshagan yangi chiqqan sayt. Bu ham ton kriptovalyutasini ishlash mumkin. Shunga o'xshagan biroz oldin chiqqan Tronkong va BNB Kong saytlari bor edi. Agar istaganlar uchun ham ular haqida ham agar yozsangizlar kommentda, ular uchun ham alohida videorolik tayinlaymiz. Hammasini manzili kommentda ili meni Telegram kanalimda bo'ladi. Undan keyin endi bu saytdan qanaqa ro'yxatdan o'tish va undan qanaqa ton ishlash haqida aytib o'tamiz. Undan qanaqa pul chiqarish haqida va unga depozit qilish haqida. Uni sarmoyasiz, bu saytni sarmoyali va sarmoyasiz o'zingizga istagingizga bog'liq. Istashingizga. Istasangiz depozit qilasiz, istasangiz depozit qilmay sarmoyasiz ham ishlashingiz mumkin. Endi boshladik. Qanaqa ro'yxatdan o'tish haqida. Ro'yxatdan bo'limiga kiramiz. Sign up inglizcha. Menda o'zbekcha turibdi. Mana. Bu yerda nom qo'yasiz. Bu yerda aktiv elektron pochtangizni qanaqa elektron pochtani aktiv ishlatib yursangiz, shu aktiv elektron pochtangizni yozasiz. Bu yerda parol qo'yasiz. Bu yerda yana shu qo'ygan parolingizni takrorlaysiz. So'ng bunda mana avtomatik kapcha teriladi va bu yerda ro'yxatdan o'tishga bosasiz. Va siz shunaqa qilib ro'yxatdan o'tib olasiz. Men oldindan ro'yxatdan o'tganman. O'zimni saytimga kirib olaman. Mana kirishga bosasiz va ro'yxatdan o'tganingizdan keyin kirishga bosasiz va u boya yozgan nomingizni, nimangizni yozib, parolingizni yozib, mana hozir kapcha teriladi. Kapcha terib, undan keyin tizimga kirishga bosasiz. Mana avtomatik terildi. Va mana tizimga kirishga bosamiz. Va shuna qilib o'zimni akkauntimga kirib oldim. Mana. Bu saytda mana boshqa saytlarga ko'ra yaxshiroq berar ekanda. 30,000 necha bu? Milli satoshi nima deyiladi? 30,000 ton satoshi olsa bo'ladi. Boshqalarda 10,000 satoshi berardi-da. Agar shunga o'xshagan, ya'ni boshqa ham saytlarni istasangiz, ya'ni menga kommentga yozing, Telegram kanalimga kirsangiz hamma saytlarni silkalari Telegram kanalimda joylanib turibdi. Ha, shuna qilib ro'yxatdan o'tib, sarmoyasiz hamda sarmoyali ravishda pul ishlashingiz mumkin. Ya'ni bundan boshqada mana levellar mana levellari ham bor. Shuncha yursa, bir ton yursangiz ikkinchi levelga o'tasiz. Mana levellari aytib o'tsak. Mana tosh leveli bor, temir bor, bronz bor, kumush bor, oltin bor,
platina, olmos va usta, master. Shunday levellar bor. Ularni levellaringizni ko'tarish uchun ham Games bo'limidan o'yinlarni o'ynab, nima qilib levellaringizni ko'tarishlaringiz mumkin yoki depozit qilib, nima qilib Gamesdan o'yin o'ynab, ko'proq o'yin o'ynab levellaringizni ko'tarib bilasizlar. Bu levellar nima uchun foyda? Har leveldan yuqori ko'tarilsangiz, sizda har soatda oladigan kapcha terib oladigan ton satoshlaringiz ko'tarilib boradi. Tosh levelda 30 ming olsangiz, temirda 300 ming olasiz. Bronzda 600 ming olasiz. Kumushda 1 million 500 ming satoshi olasiz. Bunda ham 6 million satoshi. Shunaqa qilib hammasi ko'tarilib ketaveradi. Levelingiz qancha baland bo'lsa, shuncha ko'proq har soatda satoshilarni olasiz. Mana boya aytganimday, mana o'yinlar bor, depozit bo'limi bor, yechib olish bo'limi bor, so'rovnomalar bor va hamkorlik bo'limlari ham bor. Bundan o'yinlar bo'limida mana hozir aytib o'tsak, o'yinlar bo'limida kiramiz. Mana o'yinlarda ham shunaqa o'yinlari bor. Zarlar, minora, men o'zbekchada yozib qo'ygan, o'zbekchada nima qilganman-da saytni. Zarlar, minora, kino, sikpo, konlar, limbo va gildiroq, plinko o'yinlari bor. Shulardan mana bittasini ko'rgazib o'taman. Mana minora o'yinida. Mana Games o'yini. Undan hozir bitta o'ynab ko'rgazamiz. Ko'p bo'lmasa ham. Mana bir gazak tushmadi. Mana ustiga bosamiz. Yana tushmadi. Mana. Yaxshi oldik. Mana shuna qilib kichikroq summa qo'yamiz. Mana tushmadi. Shunaqa qilib levellaringizni ko'tarishlaringiz mumkin. Endi esa depozit bo'limini aytib o'tamiz. Bundan depozit mana o'zini ton manzillaringiz bor. Shularni любой kripto valyuta manzillarga joylab, nima qilib, shu saytga depozit qilishlaringiz mumkin. Istagan summada bunga depozit qilish uchun belli bir cheklov yo'q. Minimalga cheklovi yo'q depozitni. Undan keyin yechib olish bo'limini aytamiz. Mana yechib olishda o'zlaringizni qanaqa hamyonga chiqarsangiz, nima qilsangiz, qanaqa valyutka Binance bo'lsin, nima bo'lsin, shularga istalgan manzillaringizga chiqarishlaringiz mumkin. Ko'pincha endi bunda yozib qo'yibdi, endi ko'pincha Binance hamyonga debda. Menimcha istalgan hamyonga chiqarsangiz bo'ladi. Nima uchun deganda ton любой kriptovalyuta hamyonda bor-da. Shunda manzilni yozasizlar. Shu qanaqa hamyondan ton manzilni olib, hamyonni ichiga kirib, ton manzilni olib bu yerga joylab, bu yerga joylaysizlar manzilni kopirovat qilib u yondan va bu yerda mana deb yechib olishda Wizdraftda minimalika 0.1 ton ekanda. Va
o'zini belli bir minimalka komissiyasi bor ekan. Sizlarga 0,1 deb yozsangizlar, bu yerda sizlarga 0,095 ton tushar ekanda. Ya'ni menimcha 0,005 ton komissiyasi bor ekan. Shu yerda kapchasi bor ekan. Kapcha teriladi avtomatik. Shundan keyin esa yechib olishga bosib, nima qilasizlarda, so'ng hamyonlaringizga tushadi. Boya birinchi o'chirtda boya aytmadim-da. Email pochtangizlarni tasdiqlashlaringiz kerakda. Saytga kirgandan keyin mana email pochtangizni tasdiqlashlaringiz kerak. Mana o'zbekchada yozib qo'yibdi. O'qib nima qilib, shu yerni bosing deb turibdi o'zbekchada. Shunga bosib nima qilib, email pochtalaringizga xat boradi va xatni ustiga bosib, shu bir kirib qo'yasizlar va shuni qilib, yana saytga qaytib ko'rasizlar, shunda email pochtangiz tasdiqlanadi. Ya'ni u nima uchun kerak desangizlar, pul chiqarishda sizlarga muammo bo'lmasligi uchun kerak. Birinchi bo'lib. Shunday qilib, boshqa aytadigan gap qolmadi. Deyman, menimcha shekilli. Qani sog' bo'lingizlar do'stlar. Yangi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling. Agar istasangiz, shu manzil kirib nima qilib ko'rib ishlashni xohlasangiz, manzili video tagida yoki kommentda bo'lishi mumkin. Yo bo'lmasa-da Telegram kanalimda joylab qo'yaman. Ichiga kirib nima qilib ishlashingiz mumkin. Undan boshqada men aytmadim. Yana undan boshqada TronCoin va PNB Coin saytlari ham bor. Ularni ham manzillari Telegram kanalimda va kommentda bo'ladi. Mayli, xayr, sog' bo'ling. Foydali bo'ldi deb nima qilaman, o'ylayman.